Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana kechagi suhbatimizda siz bilan biz ana shu Alloh taolo tushirgan kalomi Qur'oni Karim kimlarga hidoyat yo'lboshchisi bo'lishi haqida gaplashgan bo'ldik. Va aytdikki, Qur'on oyatlarini xilma-xil toifa odamlarga o'qib berar ekanmiz, oyatlarini ba'zi odamlar ta'sirlanar ekan, haqqa yurar ekan, ba'zi odamlar oddiy qabul qilar ekan, ba'zi odamlar yoqtirmayroq quloq solar ekan. Ya'ni bu Qur'on kimga yo'l ko'rsatishligini kechagi suhbatimizdan shuni bildikki, hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimunas solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Bu kitob taqvodor bo'lgan kishilarga yo'l ko'rsatadi deb aytiladi. Taqvodorlar kim deganda 3 ta sifatni sanab o'tgan bo'ldik. Birinchi sifati g'aybga ishonadi, ikkinchi sifati namozni o'qiydi, qoyim qiladi va uchinchisi infoq ihson qiladilar, biz ularga rizq qilib bergan narsalardan. Taqvodorning 3 ta sifati bo'ladi deyildi. Bu avvalambor sifat qalbida bo'ladi, jasadida ko'rinadi va moli dunyosida ko'rinadi. Inson shu 3 ga bo'linadigan bo'lsa amallari g'aybga ishonish qalbida bo'ladi, namozni qoyim qilishlik jasadi bilan bo'ladi va infoq ihson qilishlik moli dunyosi bilan bo'ladi. Ulayka ala hudan min robbihim va ulayka humul muflihun dedi Alloh taolo mana shu oyatlarda. Faqat ana o'shalargina dedi Alloh taolo Parvardigori tomonidan hidoyatda turishibdi. Mana shulargina to'g'ri yo'lda va ta'kidlab aytayapti va faqat shulargina muflihun, najot topadiganlar deydi. Mana aytdik, hayotda hamma o'zini tutgan yo'lni to'g'ri deb biladi. To'g'ri ham, quvalayotgan ham, qochayotgan ham, shunday emasmi? Agar inson o'zini qilayotgan hayotda ishini to'g'ri deb bilmasa, u ishini qilmaydi. Endi hammani haqiqat bo'laversa, unda bo'lmay qoladi. Alloh taolo aytayapti, faqat mana shular deydi to'g'ri yo'lda deydi. Undan boshqalar tomdan tashlab olsin o'zini, baribir haqiqat shu. Faqat shulargina to'g'ri yo'lda bo'ladi va faqat shular najot topuvchilar. Mana muttaqin degan so'zga to'xtaladigan bo'lsak, muttaqin degani Allohdan taqvo qiluvchilar, Allohdan qo'rquvchilar degan ma'noni bildiradi. Bugun mana shu Allohdan qo'rqadigan insonlarda sifatlari qanday bo'ladi? Allohdan qo'rqish qanday bo'ladi? Mana shu haqida inshaalloh o'rtoqlashamiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu kunlarda birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kirib so'radiki, "Ya Rasululloh, insonlarning ichidagi eng bilimdoni, eng a'lami kim?" deganda Rasululloh al-aqilu, oqil kishi dedi. "Ya Rasululloh, odamlarning eng ibodatligi kim?" deganda Rasululloh al-aqil, oqil odam dedi. Shunda yana so'rashdi, "Ya Rasululloh, insonlarning eng afzali qaysisi?" deganda yana oqil dedi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, bu oqil degani jasadi mukammal bo'lgan, esi joyida bo'lgan, ancha-muncha narsadan xabar olgan odam, oqni qoradan ajratgan odam oqil emasmi?" deganda Rasululloh aytdiki, "Yo'q" dedi. Oqil dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Oyat o'qidi va inna kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya, lamma mata'ul hayatid dunya val oxiratu inda robbika lil muttaqin. Sizlar aytayotgan hamma narsa dunyo hayotini matosi, ziynati, kuch-quvvatini joyida bo'lishi, jussasini sog'lom bo'lishi, aqlli bo'lishi, ilm, bu bari insonga berilgan dunyodagi ziynat. Ya'ni bir insonda mana shu sifatlar bo'lsa, inson haqiqatan chiroyli hisoblanadi. Jussasi kelishgan, biroq bir noqisligi yo'q, aql hushi joyida, fasohatlik, bu dunyo hayotining ziynati. Lekin oxiratdagi oqibat taqvodorlar uchun deyildi. Oqil degan so'z bu muttaqin, Allohdan qo'rqadigan kishi degan so'zning sinonimi bo'ladi. Biz hammamiz o'zimizni aqlli deb bilamiz bu yerda o'tirganlar. Bizlar emas, hamma o'zini aqlli deb biladi. Hatto ahmoq ham o'zini ahmoqligini tan olmaydi. Hamma o'zini aqlli deb bilar ekan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda aqlli odamga berilgan tushunchasida kishi Allohdan qo'rqmabdimi, u odam aqlli emas ekan. Ehtimol yerni teshikcha kelib ketgandir o'zini bir dunyoviy ilmi bilan. Kosmosga chiqib yulduzlarni kashf qilayotgandir. Lekin mana shu aqli, mana shu ilmi Allohdan qo'rqishlikka dalolat qilmasa, biz bu odamda aqlli deya olmaymiz. Demak, aqlli odam Allohdan qo'rqqan odam. Allohdan qo'rqqan odam bu aqlli odam deb e'tibor qilinadi.
Malik ibn Dinar aytadi, agar bir kishi o'zini nafsida qo'rquv va umid degan ikkita sifat topsa, haqiqiy mustahkam narsaga, mustahkam arqonga osilibdi. Inson o'zining ichida qo'rquv degan sifati bo'lishi kerak va umid degan sifati bo'lishi kerak. Qo'rquv borligini, umid borligini belgilari bor. Kishini qalbida Allohning rahmatidan umidi borligini bilmoqchi bo'lsak, uni Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilayotganligida ko'ramiz. Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilyaptimi? Demak, Allohning rahmatidan nima u? Umidi bor. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O'z nafslarini isrof qilgan bandalarim deydi Alloh taolo, meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar deydi. Ya'ni gunoh qilgan gunoh kabir emas, undan ham uyog'i. O'zini nafsini isrof qilganlar. Gunoh qilishlikda, ma'siyat qilishlikda o'zini nafsini isrof qilganlar noumid bo'lmanglar deydi. Demak, inson Allohning rahmatidan umidi bor ekan, shuning uchun savob amallarni qiladi. Endi insonning qalbida qo'rquv degan sifatni borligini belgisi Alloh harom qilgan narsalardan o'zini tiyilganda, o'zini to'sayotganda bilinadi. Biz ham Allohdan qo'rqamiz, namoz o'qimaganimiz bilan deyotganda kazzob bo'ladi shu odam, birodarlar. Biz ham ko'nglimiz toza, dilimizda bor, biz ham qilamiz insof bersa deyotganda kazzob bo'ladi. Agar Allohdan qo'rqsa, namoz o'qir edi. Ha, qo'lingiz ikkita qo'lingiz bor. Xato kamchilik buyrug'ingizni qilmasa, har bittasini bittadan qamchi urganingizda, bittasi keyingi safar buyurganingizda shu qamchini yemasligi uchun nima qiladi? Ikkinchisi, biz ham qo'rqamiz sizdan desak, turaversa baxrayib. Demak, unga o'tmayapti ekan bu qamchi, qattiqroq urishlik kerak bo'ladi. Inson Allohdan qo'rqayotganligi harom ishlardan o'zini tiyayotganda ko'rinadi. Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu mana bomdod namozga chiqib kelayotganda Abu Lu'lu'a degan majusi zaharlangan hanjarni Hazrat Umarga urdi. Mana shunday bir o'lishga yaqin bo'lib turgan paytda, hanjarlangan paytda mana Umar roziyallohu anhu ga aytilindiki, mana Abdulloh ibn Abbos aytdi, "Ya amiral mu'minin, odamlar kofir bo'lganda siz musulmonlardan bo'ldingiz birinchilardan. Rasululloh bilan u kishini boshqalar xor qilganda ularga qarshi jihodda qatnashdingiz. Rasululloh vafot etdi, u kishi sizdan rozi bo'lib o'ldi. Sizga hech kim, adolatsizda hech kim sizga qarshi chiqqan emas va shahid bo'lib turish arafasida turibsiz" deb mana shunday chiroyli so'zlar bilan qalbiga taskin bermoqchi bo'ldi. Haqiqatan bu bari fakt. Birinchilardan iymon keltirdi. Hazrat Umar islomga kirishligi bilan musulmonlar kufriga shabada tegdi. Rasululloh kishidan rozi bo'lib o'tdi. Haq eshigida o'tadi u kishini. Umar al-Faruq dedi, yaxshilarning o'rtasini ajratadigan Faruq dedi. Mana endi shahidlikda ostonasida turganda Hazrat Umarga shu gapni gapirishgan aytadiki, "Al-maghruru man gharrartumuh. Vallohu law anna li ma talat alayhi shams laftadaytu bihi min havlil muttali." Aytdiki, mag'rur dedi. Ya'ni o'ziga katta baho berib olgan, o'zidan ketib qolgan odam kim? Sizlar o'zidan ketkizib qo'ygan odamlar. Maqtavrasizlar, oxiri nima bo'ladi? O'zidan ketib qoladi. Firavnning ham qavmi men sizlarni oliy ilohiylarman deyishiga sababchi bo'lishgan, yordamchi bo'lishgan. Nima desa xo'p deyishavergan, nima desa xo'p deyishavergan, oxiri nima bo'lgan? Ya'ni buna qilib g'ururlantirmanglar meni deydi. Abu Bakr aytgan u Siddiq roziyallohu anhu. Bitta oyog'im jannatda ostonasiga oxlab kirsa, har jannatda oldiga keldi, bitta oyog'i o'tdi. 15 ta ham jannatda. Lekin ikkinchi oyog'imni olib kela olmas ekanman, xavotir turadi, qo'rquv deyapti. Jannatda eshigini tayda ham Allohdan qo'rqaman deyapti. Alloh bitta makr qilsa, kirgan oyog'im ham chiqib ketib dozoqqa tushib ketishligi mumkin. Qarang, jannatda ostonasiga kelib turib ham qo'rqaman deyapti. Hazrat Umar o'sha kishilarning davomchisi bo'lgan. Ularda meni g'ururlantirmanglar deyapti. Agar butun dunyo quyoshning nuri nimaga tushayotgan bo'lsa, hammasi meniki bo'lganida Allohning huzurida turishlik, qo'rquvdan qutulish uchun fido qilib yuborardim shu borg'udimni deydi. Shuncha ish qilib qo'ygandan keyin yana nima qilyapti? Qo'rqyapti. Biz xotirjam bo'lib qolganmiz u. Xudoga shukr. Ichmay qo'yganimga moncha yil bo'ldi, moncha yildan beri namozxon bo'lib qoldik. Bu g'ururlanmaylik bu bilan. Hali Alloh biladi, qabul qiladimi, qilmaydimi? O'shuning uchun musulmonda qalbida ikkita sifat albatta bo'lish kerak. Xavf va rajo. Ulamolar ikkita qanoti bor qushga o'xshatadi mu'minda. Bitta qanoti Allohning rahmatidan umid. Bizni qilgan amalimiz hech qaysi jannatga kirib ketishga yetmaydi. Lekin umid qilganligimiz uchun qilamiz buni.
bitta qanoti bo'lsa, ikkinchisi Allohning azobidan qo'rquv. Allohning oldiga borganda nima muomala qiladi degan xavotir tursin. Chunki Abu Bakrlar, Umarlar xavotirda turibdi. Vaholanki tirikligida jannatni biletini qo'lga olgan 10 ta odamning birinchisi, ikkinchisi bo'lgan. Agar bizda taqvo sifati bo'lish kerak bo'lsa, avval ana shu Allohning azobidan qo'rquv degan sifat bo'ldi. Endi biz muttaqinlardan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda marhamat qiladi, al-mu'minu bayna maxofatayn. Mo'min odam doim ikkita qo'rquv ostida yashash kerak deydi. Doim ikkita qo'rquv bo'lishi kerak mo'minning qalbida. O'tgan umri haqida qo'rquvda bo'lish kerak, kelajak umri haqida xavotirda yashash kerak. O'tgan umri qanaqa bo'lishligi qo'rquvi? Parvardigor, o'tgan umrimda juda ko'p gunohlarni qilganman, haqni tanigunimcha. Alloh kechirarmikin? Hamma o'zini pulonkasida orqaga qaytarganda qanaqa zapislar peshonasiga chiqishligini yaxshi biladi. Kimligimizni bilamiz hammamiz. 12 yoshlarimizdan boshlab bizga gunoh yozildimi? Alloh kechirarmikin degan o'tgan umri haqida qo'rquvda yashaydi va oldidagi hayotidan qo'rquvda yashaydi. Nima kutib turibdi meni oldida? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldida vahiy kotibi bo'lgan yigit, tizzasiga payg'ambarimizni tegib o'tirgan, Qur'onda oyatlarni yozishi sharafiga ega bo'lgan yigit ozgina dunyo matosini kofirlar taklif qilganda kofir bo'ldi, murtad bo'ldi, jahannam ahlidan bo'lib o'lib ketdi. Yerga olib borib ko'mishuvdi, yer ham chiqarib qo'ydi yetib etiga. 3 marta ko'mdi kofirlar, Muhammadni bu ashablari qilyapti deb 3 marta ko'mib qo'ydi, 3 marta yerga betiga chiqarib qo'ydi yer. Oxiri qut-qumuz qala, hatto itlar yemadi buni go'shini. Buni o'ylaydigan bo'lsangiz, biz payg'ambarimizni ko'rganimiz yo'q, vahiy kotibi bo'lganimiz yo'q. Shu sharafga yetishib turib murtad bo'lib ketdi. Bularga qaraydigan bo'lsak, xavotir bo'lsin oldimizda. Ketar soatimizda nima deb ketamiz? Oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ikkita qo'rquv doim bo'lishi kerak musulmonning qalbida. Hadis qudsi Alloh azza va jalla aytadi: "Va izzati va jalali inni la ajma'u ala abdi khawfayn va la amnayn." Izzatimga, ulug'ligimga qasam ichib aytaman deydi Alloh taolo, bir mo'min bandan ustida yoki bir bandan ustida ikkita qo'rquvni ham jamlab qo'ymayman. Ikkita xotirjamlikni ham jamlab qo'ymayman. Ya'ni bitta insonga bitta qo'rquv beriladi, bitta xotirjamlik beriladi. Dunyoda mendan qo'rqqan, oxiratda xotirjamligi qoladi. Dunyoda mendan xotirjam bo'lib yashagan odam oxiratda mendan qo'rqadi deydi. Tushunali bo'ldimi? Imtihon bo'lguncha tayyorgarlikni ko'rgan talib imtihon bo'lganda qo'rqmay o'tiradi. Endi imtihon bo'lmasdan turib xotirjam yurgan talib imtihon bo'lganda nima bo'ladi? Qo'rquvda bo'ladi. Demak, dunyoda qo'rqib yashaylik, xotirjamligimizni nima qilaylik? Qassob akalar suveyli go'shini burunroq sotib olishga harakat qiladi. Talg'i go'shni oxirroq yop qoladi. Ya'ni oxirini o'ylaydi. Hadislarda keladi, Alloh subhanahu va taolo osmonlar yerni yaratgan paytda bir farishtalarni bir toifasini yaratgan ekanki, ular yaralgan kunidan boshlab to qiyomat qoyim bo'lguncha peshonalari sajdada turar ekan. Qiyomat qoyim bo'lganda peshonasini ko'tarib turib, Parvardigoro, seni ulug'ligingga loyiq ibodat qilaman deb yig'lashar ekan. Shular qo'rquvda ekan. Bu hali gunoh qilmagan farishtalar bular. Xudoga shukr, qarzimizdan qutuldi deymiz, xuftonni o'qib olib. Siz bu qarz degansiz, u qarzni uzib qo'yibsizlar. U xotirjam bo'lmaydi, hali Alloh qabul qiladimi degan savol turibdi. Hajga borib keldi, ya Xudoga shukr endi tekis ketaman oxiratga. Alloh biladi hali. U yerda bitta bir baxt yurib qo'ygandirsiz, qo'y so'yish kerak bo'lib qoldi, so'ymay keldingiz, haj bo'ldimi? Birovga ozor berib qo'ydingiz, birovda oyog'ini ezib oldingiz, birov bilan zamzam talashdingiz, ihromda turib. Ne akalar? Kim shu fiqhni o'rganib ketdik? Shunga e'tibor berganmizmi? Bitta chivindi o'ldirib bo'lmaydi ihromda turganda. Boshimizga bitta narsa kiyib olgandirmiz. Yo'q, qarzdan qutulib keldik, xotirjam. Birodalar, sahobalar Ramazonda 30 kun roza tutib qo'yib, 5 oy yig'lagan ekan, qabul qiyin deb. Ana hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Man istava yawmahu fa huwa maghbun. Va man kana ghadahu sharru min yawmihi fa huwa mal'un. Va man lam yakun fi ziyadati fa huwa fi nuqsan. Va man kana fi nuqsani fal mautu khayrun lahu.
Hadislarda keladi, mo'minning bugungi kuni kechagi kunidaqa bo'lmaydi deydi. Kecha 10 gram edi, bugun 11 gram bo'lish kerak degani. Ertangi kuni bugungi kunda ham bo'lmaslik kerak deydi. Ertaga 12 gram bo'lish kerak. Qaraylik o'zimizga. Kecha qancha ibodat qilib, qancha tasbih aytyapdik, bugun qancha tasbih aytib, qancha ibodat qilyapmiz. Kecha net soat kino ko'ryapdik, bugun net soat qo'shib qo'ydik. Kim kechagi kuni bilan bugungi kuni bir xil bo'lsa deydi, bu g'abiy deydi, badbaxt deydi. Kim kechagi kuni bugungi kunidan yomonroq bo'lsa yoki bugungi kuni kechagi kundan yomonroq bo'lsa, u mal'un deydi, la'natlangan deydi. Agar kechagi kunidan bugungi kunda ziyodalik bo'lmagan bo'lsa, u nuqsonda yashayapti deydi. Kim endi nuqsonda yashayotgan bo'lsa, uni o'lgani yaxshi deydi. Musulmonlar nima turish kerak ekan? Yuksalib turishlik kerak. Mana Ramazon birodarlar. Birinchi Ramazon kuni tutdik, alhamdulillah. Endi bugun nima qilamiz bugun? Mana hadislarda keladi, Alloh taolo Odam alayhisalomga aytarkan, "Ey odam, o'zingni zurriyotlaringdan jahannam ahlini ajratib qo'ygin." Desa, Parvardigor jahannam ahli nima desa, seni bolalaringdan har 1000 tasidan 999 tasi do'zaxga tushadi degan ekan. Sahobalar hushidan ketgan ekan bu hadisni eshitib turib. 1000 ta odam o'tirgan bo'lsa, bittasi jannatga kiradi, 999 tasi do'zaxga tushadi degan ekan. Agar ularga aksincha 1000 ta odamdan bitta odam do'zaxga tushib, 999 tasi jannatga kirgan deganda ham o'sha bittasi men bo'lib qolmaydi degan xavotir bo'lgan ularda. Shunda payg'ambarimiz ko'nglini ko'tarib, aslardan boshqa kofir munofiqlar bor. Ular bir qismi bo'ladi. Sizlar bilmagan Yajuj-Majuj qavmi bor. Ular bo'ladi, jinlar bor deb turib, yengillab va musulmonlarning ko'ngliga nima qilgan ekan? Lekin birodalar, 1000 tadan bitta esimizdan chiqmasin. Allohdan qo'rqish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalari Rasulullohdan eshitgan so'zlarga amal qilgan kishilar edi. Kunlarda birida Hanzala ismli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biri shat ko'chaga chiqdi-da, "Nofaqa Hanzala" dedi. "Munofiq bo'lib qoldim men" dedi. Hanzala munofiq bo'lib qoldi. Munofiq bo'lib qoldi deb ko'chaga shunday baqirib ketyapti-da, Abu Bakr Siddiq ro'parasidan chiqdi-da, "Hanzala, nimaga munofiq bo'lasiz? Axir siz munofiq emassiz" dedi. "Munofiq bo'lib qoldim" dedi. Sabab deb so'raganda aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida o'tirganimizda, oxirat haqida bizga ma'vizalarda o'qigan paytda qalblarimiz ezilib, ko'zlarimiz yosh to'kib deydi, boshqacha odam bo'lamiz deydi. Men boshqacha odam bo'laman deydi. Ana shu joyda o'tirganda. Lekin uyga borib, ahli ayolim bilan o'tirib, bir piyola choy ichib, dunyo haqida gaplashganimda o'zgarib qolyapman deydi. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. Hali oyog'imizni soqotganini sezamiz suv o'tganda. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. Men munofiq bo'lib qoldimmi degan g'am tushyapti qalbiga. Rasulullohning oldida boshqacha, uyga borganda biz emasmi o'sha? Masala eshitganda zo'r bo'lamiz. Nega boramiz bitta kinoda ko'rgandan keyin normal bo'lib qolamiz ham. Kulyapmiz-da biz, qaranglar, kulyapmiz. Bu yig'iladigan narsa emasmi? Ayni shunchalik bo'ladi endi, astag'firulloh deb qo'yamiz deymiz. Hanzala munofiq bo'lib qoldim deb qo'rqyapti. Ularda hayotdagi bitta g'ami Allohning diydoriga yetib olish bo'lgan. U g'ami o'g'lini yo qizini chiqarib olish yoki devorni tikka qilib olish bo'lmagan. O'shuning uchun biz sezmayapmiz u sovuqda oyog'imizga urayotgan. Abu Bakr Siddiq aytibdi, menda ham shunaqa dedi. Abu Bakrda bor ekan bu narsa. Endi bizda ot ustida bo'ladi bu narsa. Zamonda zo'rligini qarang, zamoni saodat. Yuring Rasululloh oldiga boramiz dedi. Ya'ni zo'r zamonda bir savol chiqib qolsa, muammo chiqib qolsa, domla bitta. Bitta fatvo aytilinadi. Ona domla anaqa debdi, mana domla mana qilib degan gap yo'q. Zo'r zamon. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman degan, kitob va sunnat degan. Shundan istoringlar javobni degan. Undan istash uchun ilm kerak. Bitta hadisni sholov o'qib olib turiblar, hukm aytavermaylik birodarlar. Shunaqa davrga yashayapmiz-da. Masalan, Kirillga tarjima qilib qo'yilgan hadis kitoblari bor, shunday bir kitoblar bor-da, shuni o'qib olib turiblar, shart bittamiz muftiy bo'lib turib, birodar halol, harom, kiyganini yeganiga o'sha hukm chiqaradi deb ketdi. Ehtiyot bo'laylik.
Abu Bakr Siddiq ikkalasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga borishdi. Borishdida dardini aytishganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Yo'q bu" dedi, "bu nifoq emas" dedi. Bu nifoq emas dedi. Aytdilarki, "Innakum law kuntum ala tilka al-hala la safahatkumul malaikatu fi at-tariq wa zaratkum fi dawrikum ala firashikum walakinna ya Hanzala sa'atan fa sa'atan." Agar sizlar dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, meni oldimda o'tirgan holatinglarda, ko'chada ham yashaganinglarda dedi. Ya'ni mana masala eshityapmiz, a? Ozgina dunyodan uzildik, qalblarimiz jimda bir rohatlanyapti-da. Agar mana shunday yashaganinglarda dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, farishtalar ko'zingizlarga ko'rinardi. Shunday bir pokiza holat ekan mana shu ilm majlisi. Ilm majlisi bo'layotgan joyga Allohning farishtalarining tushishligi, Allohning barakoti, xotirjamligi tushishligi haq narsa. Mana xotirjam o'tiribmiz-ku. Nimaga o'tiribmiz? Hammani dunyoviy tashvishi yetarli kallasida. Lekin ozgina nariyoqqa chiqdi, ozgina Allohning zikrini eshitdik, hamma bir xil maza qilyapti hozir. Agar hayoli shu yerda bo'lsa-ela. Agar meni huzurimdagida qadar Rasululloh holatda ko'chada yura olganinglarda, farishtalar ko'zingizlarga ko'rinardi-da, qo'lingizlarga qo'llar berib assalomu alaykum deb ko'rishardi sizlar bilan dedi. Ular ozgina payg'ambarimiz oldidagi holatda boshqacha, uyida boshqacha o'qiganda xavotir qilgan, g'am qilgan ular. Bizda shu narsa bormi? Allohdan qo'rqish sifati bo'lsa bo'lish kerak bu narsa bizda. Hanzala roziyallohu anhu aytdiki, "Valakinna sa'atan fa'asatan ya Hanzala." Ba'zida undek, ba'zida bundek. Iymon bir ko'tariladi, bir tushadi. Demak, inson qancha ilm majlisida ko'p bo'lar ekan, zikrda ko'p bo'lar ekan, yuksalishi ziyoda bo'ladi. Mana shu Hanzala roziyallohu anhu qanday vafot topgan? Mana shuni aytib qo'yaylik. Jihodga nido qilindi. Hanzala uxlayotgan holda shunday turdida, qilichini ko'tarib otini minib chiqib ketdi. G'usl qilishiga esdan chiqib qolgan, uxlab qolgan edi. Junub holatda chiqib ketdi va shahid bo'ldi. Rasulullohdan Hanzala haqida so'rashganda aytdiki, Hanzalani falon joyda farishtalar g'usl qildiryapti dedi. Haqiqatan Rasululloh aytgan joyga borganlarida cho'lda yotgan, shahid bo'layotgan jussasidan sochidan suvlar tomchilar oqib turar edi. Payg'ambar shunday qarab turardi, teskari qarab oldi. "Ya Rasululloh, nimaga teskari qaradingiz?" dedi. "Hozir unga atalgan xurlardan ikkisi keldi, ularga qarashlikdan" dedi, "hayo qildim, teskari qaradim" dedi. Ular shunday insonlar bo'lgan, mana shunday xayrli xotima topgan ular. Siz bilan biz ham ketar soatimiz xotimasi xayrli bo'lishi uchun birodarlar, ikkita qo'rquv, ikkita xotirjamlik jamlamayman dedi. Dunyoda qo'rqqan oxiratda xotirjam bo'ladi, dunyoda xotirjam bo'lgan oxiratda qo'rqadi dedi. Ikkita qo'rquv bo'lsin. O'tgan hayotimiz haqida qo'rqib yashaylik va kelajakda nima kutib turganiga haqida qo'rqib yashaylik. Inshaalloh Alloh taolo muttaqillardan qilsin va mana shu kitob yo'l ko'rsatadigan najot topuvchilardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qilgan bo'lsin.